YouTube, assalomu alaykum. Bu safargi variantimiz ikkinchi qavat. Buxoro shahar aeroportdan kelerishda esinglarda bo'lsa kontrolyorskiy chas bor. Aniqrog'i Kogondan shundoqqina kelerishda tepa pavorot deydi. Shu aeroport pavorotga qaytdingizki, sразу o'ng qo'lga yo'l bilan parallel ikkinchi qavat mana shunaqangi chiroyli ob-havolik, tabiatlik joydan yaxshi bir variant chiqqan. Ikkilamchi kreditga ham bo'ladi. Ikki tomonlama 80 kvadrat. Korobka narxiga berilyapti 47 ming AQSh dollari. Narxini xudo xolasa boshida aytishim sababi narx juda ham yengil. Ikkinchi qavat sizga yoqadi. Shu holatiga 200 dollarga ijarachisi bor. Kelsangiz guvohi bo'lasiz. Juda ham ideal xonadon. Kosmetik remont qilib yashasa bo'ladi, bexijolat aboy qilib o'zingiz uchun sharoit qilsangiz bo'ladi. Tabiat go'zal, qo'shnilarimiz yaxshi, domlarimiz 5 qavatlik, g'ishtlik, buni albatta inobatga olasiz. Gazi bor, to'liq kamera, kuzatuv moslamalari bilan ta'minlab qo'yilgan. Bolalar maydoni, kurilka, sushilka hammasi mavjud. Kelsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Endi shahardan bir qadam, shundoq shahar chegarasi bilan shundoqqina chegaradosh joy. Xullas, Ozodjon sizga yaxshigina ma'lumot uchun chiroyli kadrlarni qiladi. Shunaqangi bog'lar, o'tirib mana suhbatlashish uchun joylar tashkil qilishgan. Joy juda ham zo'r demoqchiman va xonada sizlarni bir ekskursiya qildirishim kerak. Shundoqqina ana shu Maloshniy Kolso deydi. Yonginasidagi chiroyli domlardan ikkinchi qavatdan yaxshi variant. Shaxsan raqam qo'yib beramiz. Qolgan ma'lumotlarni o'sha raqamlarimizdan olasizlar. Yaqinlaringizga tarqating, albatta obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.